Namozxon inson dunyodagi eng baxtli insonman desa, mayli uni puli bo'lmasin, dang'illama uchastkasi bo'lmasin, tagida zo'r mashinasi bo'lmasin, zo'r kiyim kiymasin, mayli zo'r dasturxondan ovqat yemasin, eng baxtli inson 5 mahal namoz o'qiydigan inson hisoblanadi. Nima uchun bu baxtli? Bomdodga turadi. Namozga, Robbisiga itoat, ibodat qilish uchun turadi. Bismillahirrohmanirrohim bilan qo'lni boshlab, mana bu chig'anog'i bilan yuvadi. Og'ziga suv oladi. Allohim menga jannat havzi kavsarlardan nasib qilgin deydi. Burniga suv oladi, menga jannatni hidlarini hidlashligini nasib qilgin deydi. Yuzini yuvadi. Yuzlar oq va qora bo'ladigan kunlarda meni yuzimni oq qilgin deydi. O'ng qo'lini yuvadi, tirsagi bilan qo'shib, meni namoyi a'molimni o'ng qo'limdan bergin deydi. Chap qo'lini yuvadi, meni namoyi a'molimni chap qo'limdan bermagin deydi. Boshiga mahsi tortadi, meni jannatni soyalaridan soyalantirgin deydi. Gardaniga mahs tortadi, meni vujudimni do'zax o'tiga harom qilgin deydi.